Assalomu alaykum. YouTube va Instagram kuzatuvchilari. Yana bitta Pena blog uskunamiz dastavka jarayoni. Samarqand ikkinchi apparatimiz Qashqadaryo chiqarish jarayoni mana dastavchi bolalar yevro qolipda bo'lgan, ikki tomonga ochiladi, shanirli bo'lgan. Sezon boshlandikilar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 3 ta qolip, mana 2 ta kompressor, 2 ta gaz baloni. Bemalol aloqaga chiqib, pastdagi nomerlarga zakaz bersanglar bo'laveradi. Mana dastavchi akalarim bilan ishlayapti. Obora o'rnatib, quyishlari ko'rsatib kelishadi. Uy bo'lgandan keyin pulsani urasizlar. Mana Arqon bor, arqon mana. Mana sezon boshlandikilar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana soat kech payt 1 bo'lishiga qaramasdan yuklab yotibmiz aka. Sizlar uchun tunu kun xizmatdamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. YouTube va Instagram kuzatuvchilari. Yana bitta Pena blog uskunamiz dastavka jarayoni. Samarqand ikkinchi apparatimiz Qashqadaryo chiqarish jarayoni mana dastavchi bolalar yevro qolipda bo'lgan, ikki tomonga ochiladi, shanirli bo'lgan. Sezon boshlandikilar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 3 ta qolip, mana 2 ta kompressor, 2 ta gaz baloni. Bemalol aloqaga chiqib, pastdagi nomerlarga zakaz bersanglar bo'laveradi. Mana dastavchi akalarim bilan ishlayapti. Obora o'rnatib, quyishlari ko'rsatib kelishadi. Uy bo'lgandan keyin pulsani urasizlar. Mana Arqon bor, arqon mana. Mana sezon boshlandikilar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana soat kech payt 1 bo'lishiga qaramasdan yuklab yotibmiz aka. Sizlar uchun tunu kun xizmatdamiz, aloqaga chiqaverasizlar.